Kecha qo'ygan postimdan keyin bunchalik negativ kutmagandim. Darsimni so'rab yozganlarga ma'lumot qoldirsam, voy namuncha qimmat, falonchida pismatonchida arzon-ku degan gaplar yozishibdi. Har kim kurs narxini o'zini mehnati, o'zining tajribasi va o'rgatadigan bilimiga qarab belgilaydi. Men bu darsni YouTubedan olib, ustiga ovozimni qo'yib qo'ymaganman. Har bir qadamni o'zim o'rgatganman. Bu darsni olgunimcha esa naqd 3 kun vaqtim ketdi. Mayda detallargacha hammasini tushuntirganman. Hattoki chiroyli to'qiy oladiganlarga o'zim zakaz olib beraman. Yaxshiyamki kursimni narxi million emas, hattoki 100 ming so'mga ham bormaydi. Men o'zim ancha qimmatga sotib olib o'rganganman buni sxemasini. Sizlarga esa suv tekinga qilib qo'ysam ham qimmat deyapsizlar. Qoyile. Agar narx sizga mos kelmasa, shunchaki o'tkazib yuboring. Dil og'ritadigan gaplar yozib, kayfiyatimni buzishingizni keragi yo'q. Siz shunaqa vaziyatda agar mening o'rnimda bo'lganingizda nima deb javob bergan bo'lardingiz? Kommentariyalarda yozib qoldiring. Fikringiz menga qiziq.